ekan, buni har ichirjakimni qarshi artib beramanmi? Yo'q. Bizda har doim suspenziya shaklidagi dorilarni tayyorlashda onajonlarimiz tomonidan muammolar yuzaga keladi. Dorixonalarda ko'pincha antibiotiklar aynan suspenziya shaklida sotiladi. Ya'ni parashok holatda. Siz buni uyga borib, o'zingiz qaynab sovigan suv bilan tayyorlashingiz kerak bo'ladi. Demak, siz suspenziyalarni tayyorlashda qaynab sovigan suv yordamida har doim bizani idishimizda belgi ko'rsatilgan bo'ladi va siz qaynab sovigan suvni shu idishga solib yaxshilab chayqatish orqali suvni oldin yarmini solib yaxshilab chayqatasiz, keyin qolgan yarmini ham shu belgigacha solib yaxshilab chayqatib bolaga shifokor belgilagan dozada berishni boshlaysiz. Masalan, 3 milli, 5 millidan. Suspenziyalarni qabul qilishda sizlar ahamiyat berishlaringiz kerak bo'lgan narsa bu suspenziyalarni har ishlatishdan oldin yaxshilab chayqatishga e'tibor berish kerak. Chunki suspenziya boya aytganimdek dori modda ichida yaxshi arimaydi va har safar cho'kmaga tushib boradi. Siz agar buni chayqatmasdan beradigan bo'lsangiz, umuman noto'g'ri dozani berib qo'yishingiz mumkin bolaga. Keyingi masala suspenziyaning saqlanish muddati. Suspenziya tayyorlangandan keyin 7-14 kun davomida ichirilishi kerak. Suspenziya tayyorlagandan keyin uzoq muddatda uni xolodilnikda saqlash mumkin emas. Endi siroplar umuman boshqa masala. Masalan, siroplar deganda siz ibufen sirupni, nurafen siroplarni tushunishingiz mumkin. Bular ochilgandan keyin xolodilnikda 6 oygacha saqlanish muddati bor. Suspenziyalarda esa undan emas. Ya'ni suspenziya deganda siz o'zingiz suv qo'shib tayyorlaydigan preparatlarda saqlash muddati faqat 7-14 kunni tashkil qiladi. Biz har doim dorixonamizga tashrif buyurgan mijozlarimizga turli xil dori vositalarini qo'llash tartiblari bilan birgalikda batafsil tushuntirishga harakat etamiz. Bilimli farmatsevtlar xizmatidan foydalanishni xohlasangiz, sizga keng assortimentdagi dorixonamiz xizmatlarini taklif qilamiz.